Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, kasalliklarning oldini olishda emlash iqtisodiy jihatdan ham eng samarali usul hisoblanadi. Har yili dunyoda millionlab insonlarning hayoti emlash tufayli saqlab qolinadi. Shu bois ham mamlakatimizda 27-apreldan 3-mayga qadar immunizatsiya haftaligi o'tkazilmoqda. Ota-onalarning bu borada nimalarni bilishi kerakligi va emlashga qachon ruxsat berilmasligi haqidagi savollarimiz bilan mutaxassislarning fikrlariga quloq tutdik. Hozirgi paytda butun dunyoda qizamiq kasalligi avj olayotgan payti, bu masalan o'zimizning respublikamizda ham halizgacha demak qizamiqqa gumon bo'lganlar qayd qilinib turibdi. Ayniqsa Toshkent shahrida halizgacha davom etmoqda. Shu munosabat bilan yillar davomida respublikamizda hamda Toshkent shahrida milliy emlash haftaliklari o'tkazilmoqda. Mana hozirgi kunda ham 27-apreldan 3-maygacha emlash haftaligi o'tkaziladi. Davlat tomonidan 13 xil tur kasallikka bepul bizada emlash ishlari tashkil etilgan. Bundan tashqari, demak, kasallik rivojlanayotgan paytda, kasalliklar ko'payayotgan paytda epidemiologik ko'rsatmaga asosan hozirgi paytda qizamiq kasalligiga qarshi qizamiq vaksinasi bilan 6 oyga to'lgan bolalarni bu yog'igacha 35 yoshgacha bo'lgan hamda aholini kasallik bilan muloqotda bo'lgan aholilarni qizamiq kasalligi bilan emlamoqda biz. Hozirgi paytda shu fursatdan foydalanib nimani aytmoqchi edim ota-onalarimizga. Iltimos, ota-onalarimiz hamda talab ham bo'ladi. Bu faqatgina iltimos emas, chunki bu bolani birinchi galda sog'lig'iga juda katta zarar yetkazadi qizamiq kasalligi. Qizamiq kasalligini kelib chiqish sabablarini juda ko'pchilik bilmaydi. Chunki bu juda ham o'tkir, yuqumli bo'lganligi uchun ma'lum bir vaqtda masalan kasal odam bilan muloqotda bo'lmagan, lekin shu kasal odam bo'lgan xonaga kirganda ham sog'lom odam kasallik yuqtirib olishi mumkin. Hozirda qizamiq kasalligini boshqa kasallik bilan masalan farqlay olmaslik bo'ladi-da, hamda shuni oqibatida ular shifokorga murojaat qilishmaydi. Hamda bemor nima bo'ladi, og'ir holatga kelib qoladi. Qizamiq kasalligi demak ham birinchi boshlanishi demak shamollash belgilariga o'xshab boshlanadi hamda toshma toshish bilan bu xarakterlanadi. Lekin hozirgi paytda mana bizda sekin astalik bilan pishiqchilik kelib yetishmoqda. Demak bizda hozirgi allergiya qo'zg'atadigan qulupnay mana mavsumi boshlandi. Tut mavsumlari boshlandi. Buni yegandan keyin ba'zi bir ota-onalar yo'q, shu yeganligi hisobiga narsa toshdi deb ham bu kasallik o'tkazib yuborishlik mumkin. Agar vaqtida emlanishsa, demak shu kasallik bilan kasallanishmaydi. Keyinchalik bu bolada agar vaqtida davolanmasa, vaqtida shifokorga murojaat qilmasa, asoratlari ham kelib chiqishi mumkin. Hozirgi vaziyatda chegaralarimizda bir oz vaziyat jiddiylashgani sababli boshqariluvchi yuqumli kasalliklar bosh ko'tarib qolmoqda. Ba'zi hollarda ota-onalar tomonidan raddiya, tibbiy cheklovlar, uzoq muddatli, kam muddatli tibbiy cheklovlar natijasida yoki migratsiyani ko'chib ketish natijasida ba'zi bir bolalarimiz emlash jarayonlaridan qolib ketishlari mumkin. Shuni inobatga olgan holda respublikamizda har yilda bir marta bir haftalik emlash haftaligi o'tkaziladi. Sababsiz emlash qoldirilgan holatda har bir ota-ona ogoh bo'lishi kerakki, har bitta boshqariladigan yuqumli kasalliklardan kelib chiqayotgan asoratlar juda yomon noxush holatlarga olib kelishi mumkin. Bu holat o'lim hollarigacha olib borishi mumkin. Ya'ni qizamiq kasalligi bilan kasallanmagan bolalar panensefalit, zotiljam, qizamiqdan keyingi bo'ladigan zotiljam kasalliklarga va o'lim holatlarigacha olib kelishi mumkin. Penta vaksina, AQDS vaksinasi olmagan bolalar ko'k-yo'tal kasalliklariga chalinib, bu kasallik bilan ancha yillar davomida qiynalib yurishadi. Mana shunday emlanmay qolgan bolalarni hamshiralar, shifokorlar tomonidan uyiga patronaj ishlari olib borilib, ro'yxatlar tuzilib, aynan shu bolalarni emlash ishlariga chaqirib, emlash ishlari olib borilmoqda. Ota-onalarga shuni murojaat qilib, iltimos qilib qolardimki, hali hamshiralar yetib borishmagan bo'lsa, tadbirlarni bilib, ko'rib, o'zingizlar ham chiqishinglarni iltimos qilardim. Raddiyalar, nevropatolog tomonidan raddiyalar bo'ladigan bo'lsa, nevropatologga qayta ko'rinib, emlash ishlariga bolalarni olib kelishlaringlarni so'ragan bo'lardim.